Olmazor tumani Sulola to'yxonani hamma biladi. Yonida masjid bor. Bugun sotuvga chiqqan xonadonimizni birinchi bo'lib yaxshi joyini ko'rsaman. Tupi. Masjidda yo'l qilingan, masjidning oldiga chiqasizlar, masjidgacha 2 minutlik yo'l ekan. Fasati 13,5 ga 22, Ustotubatda 5 ta xonasi bor, 3 ta sanuzeli bor, bitta yozgi qishki oshxonasi bor xonadonimizni sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerda hojatxona bor, qo'l yuvadigan joy ham bor. Bu yerda o'tirib dam oladigan joy qilishgan ekan. Bu yozgi oshxona bo'tda umumiy ko'rinishi mana shunaqa. Podval ham bor, hozir podvalni ham ko'rsataman. Bu yerda o'zini oshxonasi bor. Oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonadan keyingi xonamiz yotoqxona bo'tda. O'zini sanuzeli ham bor. Bu yoq xonamiz mehmonxona. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Podvalda ham yaxshi sharoit qo'yishgan ekan. Podvalimizga tushishimiz bilan bu yerda холодный xona, bu yoqda bitta xonasi bor ekan. Bu yerda bitta mehmonxona bor, u yoqda yotoqxona bor, sanuzeli ham bor, yerda odam borligi uchun ko'rsata olmaymiz. Ustotu bo'ldi, 5 ta xona bo'ldi, yozgi, qishki oshxonasi bor, podvalda yana bitta xonasi bor, холодный xonasi bo'ldi, 3 ta sanuzel bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsa, startli 158 ming dollar bo'ldi, yana kelishadigan joy bor. Egalarning nomerini yozib qo'yamiz. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa, barakasini qorasizlar. Hammalarga omad.